Salom. Ko'pchilik o'ylaydi, shu oddiygina suratga biror ma'no topiladimi? Nima deb o'ylaysiz? Siz bunda biror ma'no ko'ryapsizmi? Agar yo'q bo'lsa, bu chizilmagan manzara nomli hikoyani eshiting. Dalada sukut hukm surardi. Binafsha gullar shamolda sekin tebranardi. Osmon ochiq, havo sokin. Hammasi chiroyli. Dalaning o'rtasida esa bir g'alati manzara bor edi. Kichkina yog'och ustunda rasm turardi. Rasmda ham xuddi shu dala chizilgan edi. Gullar, osmon, yorug'lik. Go'yo dala o'zining nusxasiga qarab turgandek. Bir bola tasodifan shu joydan o'tib qoldi. U avval gullarga qaradi, keyin osmonga. So'ngra rasmni ko'rib qoldi. U bir oz hayron bo'ldi, chunki rasm juda aniq chizilgandi. Hatto ba'zi gullar rasmda chiroyliroq ko'rinardi. U yaqinlashdi. Rasm oldida to'xtadi. Bir oz tikilib turdi. Keyin birdan bir narsani sezdi. U gullarga qaragandan ko'ra ko'proq rasmni kuzatayotgandi. U boshini ko'tardi. Haqiqiy dala esa oddiy. Ba'zi gullar egilgan, barglar qurigandi. Ba'zi joylar siyrak edi. Rasmda esa hammasi ideal edi. Shu payt uning ortidan bir ovoz eshitildi. Rasm yoqdimi? Bola cho'chib ortga qaradi. Orqasida yosh kattaroq bir odam turardi. Qo'lida bo'yoq qutisi va bir nechta mo'y qalam bor edi. Kiyimlari ham bo'yoq dog'lari bilan qoplangan. Bola darrov tushundi. "Siz chizdingizmi rasmni?" deb so'radi. Musavvir bosh irg'ib, "Ha", dedi. "Juda chiroyli chiqibdi", dedi u. "Hatto haqiqiy daladan ham chiroyliroq." Musavvir yengil kulimsiradi. "Shunday tuyuladimi?" "Ha, juda mukammal." "Xo'sh, sen sababini bilasanmi?" so'radi musavvir. "Chunki bu yerda sen hamma narsani bir vaqtda ko'ra olasan." Bola tushunmagandek qaradi. Musavvir davom etdi. "Rasmda hamma narsa to'xtab qolgan. Shamol ham yo'q, vaqt ham yo'q. Hech narsa o'zgarmaydi, shundaymi?" "Ha", dedi bola, biroz o'yga tolib. "Endi dalaga qara. Bu haqiqiy manzara. Bu yerda hamma narsa harakatda." U gullarni ko'rsatib dedi. "Ana u gullar yaqindan ochiladi. Ochilganlar esa quriydi. Yorug'lik ham o'zgaradi. Rasm chiroyliroq ko'rinardi, chunki u o'zgarmaydi." Bola jim turdi. "Odamlar o'zgarmaydigan narsalarni yaxshi ko'rishadi", dedi musavvir. Bir oz sukut. Keyin musavvir kutilmaganda so'radi. "Lekin senga qaysi biri kerak?" Bola birdaniga javob bera olmadi. Bir rasmga, bir dalaga qaradi. Musavvir sekin dedi. "Rasm abadiy qoladi." Dalani ko'rsatib, "U yer esa yo'qoladi." Keyin qo'shimcha tarzda, "Lekin rasm hech qachon yashamaydi", dedi u. U mo'y qalamlarini yig'ishtira boshladi va ketayotib to'xtab so'radi. "Biror narsa tushundingmi?" "Ha, shuni unutma. Eng chiroyli manzaralar doim ham rasmga muhrlanmaydi", dedi va yurib ketdi. Bola ham birozdan so'ng uyiga bordi va uning dunyoqarashi o'zgardi. Siz nima deb o'ylaysiz? Biz nimalarni qadrlashimiz kerak? Javoblaringizni izohlarda yozib qoldiring. Va video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Shuningdek qo'ng'iroqchani ham. Keyingi videolarda ko'rishguncha